Bugun sizlar bilan mana shu VR shlem, ya'ni Meta Quest 3 birgalikda sodda qilib obzor qilamiz. Buni ko'p joylarda ko'rgansizlar. Shaxsan o'zim ham bu shlemga 3-4 ta videolar olganman. Xo'p, videoni oxirida aytaman, bu shlem narxiga arziydimi yoki arzimaydimi? Shuning uchun videoni oxirigacha ko'rib, like bosib qo'yish yodingizdan chiqmasa. Asosan o'zi korobkadan o'zini mana shunaqa ikkita joystik chiqadi. Ya'ni o'yinlar o'ynashingiz uchun hamda boshqarishingiz uchun, buni qo'lingizda ham boshqarsangiz bo'ladi. Hamda shlem o'ziga keladigan bo'lsa, shlemning oldi qismida kamera joylashgan bo'ladi, hamda ikkita chetida kamerasi bo'ladi. Ya'ni siz bunda ham ichida AR narsalarni ham ko'ra olasiz, ya'ni tashqaridagi ham qanaqadir detallar qo'sha olasiz, hamda tashqarini ham ko'rsatadi. VR degani o'sha virtual reality. Taqqaningizda polniy vashli boshqa narsa. Ya'ni uyda o'tiribsiz, lekin boshqa joyda maza qilib o'yin o'ynayapsiz. Hozir video davomida buni funksiyalarini ham ko'rsataman, o'yin o'ynab ham bitta ko'ramiz. Mana bu qo'shimcha detallar men alohida zakaz qilganman. O'zi mana shunaqa alohida faqatgina mana rezinkali ikkita chetda plastmassasi bo'ladi. Agar VR shlemingiz bo'lsa, mana shunaqa qo'shimcha detal qo'shib olsangiz, foydalanishingiz yana ham oson bo'ladi. Shunda taqas noqotirib ishlatsangiz bo'ladi. Hali aytganimdek mana ko'rishingiz mumkin. Xohlasangiz qo'lingizda boshqarsangiz bo'ladi. Mana qo'lingiz chiqadi, bu yerda qo'lingizni haqqa olib borsangiz o'sha yoqqa suriladi. Yoki-da joystiklarda boshqarsangiz bo'ladi. Endi kimga qanaqa qulay bo'lsa, shunaqa boshqargan qulay. Ya'ni ham o'zining funksiyalari ham bor. Buni bosganingizda chiqadigan har xil boshqarsangiz bo'ladi. Lekin joystik babi qulayroq. Joystikiga batareyaga ketadi. Bitta batareya qo'yasiz, mana shunaqa ko'rsatadi. Bunda mana shu knopkani bosadigan bo'lsangiz, nastroyka bo'limi ochiladi. Bu yerda mana yarkistini baland past qilsangiz bo'ladi. Agar ko'zingizga moslashtirib, ham yoqda ovozlari chiqadi. Ya'ni o'zingiz ovozini moslab olasiz. Mana tagida kolonkalar joylashgan bo'ladi. Xo'p, ilovalarga keladigan bo'lsak, mana har xil o'yinlar o'tkazib olganman. Menga eng yoqadigani mana shu temir odam o'yini. Mana Instagram ham bor bu yerda. Misol uchun, Instagramga kirib, Instagramda Reels ko'rib o'tirsangiz ham bo'ladi. Hozir obnovleniya qilayotgan ekan. Keyin oxirida kirib ko'rsataman. Obnovleniya bo'lgandan keyin. Undan tashqari YouTube videolarini ham ko'rsangiz bo'ladi bu yerda. Xo'p, hozir mana ko'ramiz. YouTube'ga kiradigan bo'lsanglar ko'rishingiz mumkin. Mana hozir meni studiyada ko'ryapsizlar, lekin vashshe boshqacha. Misol uchun hozir nima trenddagi narsani shundoq tanlab ko'rsanglar bo'ladi. Anaqa lekin Milliy TVdagi seriallarni, iqrorlarni ko'rib o'tirmanglar. Alhazarlarni. YouTube'dagi istalgan videoni ko'rsangiz bo'ladi. Hozir men endi bitta tiniqroq video tanladim. Mana o'sha kinoteatrga aylanadi. Hamda funksiyalarini ko'rsatadi. Agar yengani o'qiyotgan bo'lsangiz, bitta bossangiz, misol uchun asosiy menyuga chiqadi deb. Lekin biz eslatamiz. Mana kolonkasi xuddi mana shunday chivoy eshitiladi. Hozir men studiyada o'tiribman, lekin kinozalning atmosferasini beryapti. Buni joylashib, kinoni yoqib olsanglar, maza qilib ko'rib o'tirasizlar. Undan tashqari mana mashinani bosib nastroykadan o'zgartirsangiz bo'ladi mana shu videoni formatini. Sizga formatini o'zgartirishni ko'rsataman. Mana videoni mana shu joyga bosadigan bo'lsak, boshqa videoga o'tkazsak bo'ladi. Hamda mana bu joydan mana o'zimiz mana bunaqa alohida ko'rib o'tirsak bo'ladi. Mana misol uchun ovozini ozgina pasaytirib olaman. Ovozini mana shu shlemning o'zidan ham baland past qilsangiz bo'ladi. Bu videoni misol uchun ishlayotgan paytingiz mana qo'yib qo'yasiz. Mana yoqda Telegramda ham yozsangiz bo'ladi. Telegramni o'zini brauzeri orqali ochib olib, onlayn Telegram mana yoqda videoni ko'rib o'tirasiz. Mana hali aytgan nastroykalarim, uni bu yoqqa tegidagi 3 ta nuqtaga bosadigan bo'lsak, uni yana katta qilamiz. Mana bunaqa joylashtirib olsak bo'ladi. Formatini to'g'rilab olsak bo'ladi mana. Yollamachasi qayerroq ko'rishingiz mumkin. Yarkistini baland past qilsak bo'ladi. Mana hozir buni endi yarkist qilamiz. Orqa fonini. Noqsa qorong'i bo'ladi. Orqa foninglar bilinar-bilinmas ko'ryapti. Mana qo'limdan bilsanglar bo'ladi. Sezilar-sezilmas ko'ryapti qo'lim. Nuzur. Noqilamiz, lekin mana bu qulayroq.
Instagram ham xuddi shunaqa. Xullas agar kino sevar odam bo'lsangiz, kinoteatrga agar pulim ketkazmayman, uyga bitta kinoteatr qilib qo'yaman, bitta o'zim uchun siz mana shu VR shlemni oladigan bo'lsangiz, mazza qilib kinoteatr qilib, uyingizda ko'rib o'tirsangiz bo'ladi. Undan tashqari mana shunaqa o'zini ish funksiyasi bor. Agar uyingizda qanaqadir o'zingizga ofis qilib olgan bo'lsangiz, mana shu ish funksiyasidan foydalansangiz bo'ladi. Xo'p, bundoq qilamiz. Bunga birinchi granitsa sozdать qilib olishimiz kerak. Xo'p, granitsani sozdать qilamiz. Instagramni o'chirib turamiz hozircha. Mana bu yerdan granitsani sozdать qilamizda, endi ilova kiramiz. Mana Instagram kerakli funksiyalarni tayyorlab qo'yasiz-da, o'tirib qo'yasiz mana. Hali aytgandek, Apple Music ham bor, Apple TV agar podpiskalaringiz bo'lsa, mana Telegram. Telegramni ham shunday ulab olsangiz bo'ladi. Agar mana shu ilovani o'rnatib olgan bo'lsangiz, hozir agar ilovani ham ko'rsataman, eng zo'r tarafi mana ChatGPT, Gemini hammasi bor. ChatGPT ga mana kirib foydalanamiz. ChatGPT ochiladi hozir mana bizda. Agar ChatGPT dan Pro yoki standart podpiskanglar bo'lsa, ulab olsanglar, masa qilib ishlatasizlar. Chunki o'sha bunda shlem bor. Shlemdan ham bemalol foydalana oladi. Kamera dostupidan. Misol uchun, mana bu shlem turadi deysizda. Bundoq bosib, qatga qaratsangiz gapiradi. Mana. Xo'p, faqatgina o'yin o'ynash uchun xonani svetini yoqishingiz kerak bo'ladi. Chunki xonadagi har xil detallarni buni kamerasi olish kerak bo'ladi. Faqat o'ynashdan oldin o'zingizga qanaqadir безопасный zona ajratib olishingizni maslahat beraman. Iloji boricha mana где-то 1,5 metr joy bo'lsa, bunga bemalol yetadi. Buni ochasiz, mana. Xo'p, o'zimizga zona sozdать qilib olamiz. Hozir mana shu menga bitta yoqadigan zo'r o'yin bor. Mana shu o'yinni o'ynab ko'ramiz. Mana, o'zi ham zonani aniqlab oladi. Mana, vahshiy boshqa joyda bo'lib qolasizlar. O'zim qo'limda boshqaryapman. Hop, bitta hozir oddiyroq, soddacharoq tushuntiraman sizlarga. Hop. Mana qo'limni ko'ryapsizlar. Tushiraman. Joystickga bosib, nima buni olinadi. Hop. Buni olamiz buni. Buni qo'yamiz buni. Hop. Close bosib, shundoq ketadigan bo'lsa, mana xuddi hayotda yurayotgandek bo'lasizlar. Naryoqda kelaveradi. Bunda har xil askarlar bilan jang qilasizlar. Ana o'zi o'zag'ini tushdi. Menga eng yoqadigan narsasi bor. Qaranglar, kamon cho'tdi. To'xtatib qo'yaman sekinlashtirib vaqtda. Xullas, o'yini mana juda ham zo'r. Hamma tashqari undan zo'r o'yinlar bor. Agar bu hozir birinchi qismda hozir mana shu o'yinni ko'rsataman. Keyingi qismlarda Temur odam o'yinini o'ynab ko'ramiz. Shuning uchun keyingi qism chiqishini xohlasanglar, videolarga like bosinglar. Keyingi qismda hal etganda Temur odam o'yinini o'ynaymiz. Xullas, mana xuddi hayotda yurgandek mazza qilib o'ynaysizlar. Mana boshiga bir o'ldirib olasizlar, shunaqa bir urib like tugmasini bosib qo'yinglar. Keyingi videoni kutinglar. Bu juda ham qisqachasi bo'ldi. Keyingi videoda to'liqroq bo'ladi. Ikkinchi qism o'rtoqlar sizlarni bosgan like-larga qarab chiqadi. Ya'ni bu endi VR shlemni oxiriga keldik. Ikkinchi qismlarda yana ham ko'rsatib o'taman. Endi o'rtoqlar eng muhim joyi, bu narsa xarid qilishga arziydi. Shaxsan o'zim bu narsani $500 ga xarid qilganman. Xo'p, xarid qilsangiz, agar foydalansangiz, xo'p, haftada 3-4 marta foydalansangiz, o'yinlarni o'ynab, vaqtingizni o'tkazadigan bo'lsangiz, puliga arziydi. Agar 1-2 marta foydalanib, keyin agar foydalanmay qolib ketsangiz, unaqa arzimaydi, olib o'tirmang. Hamda bu narsani xuddi iPhone'lardagi yoki boshqa PlayStation 4-5lardagi podpiska sotib olganda, o'zini tekin o'yinlari ham bor, pulli o'yinlar ham bor. Agar pulli o'yinlarni o'ynaymansiz, yana ozgina ortiqcha rasxodlari bor deb aytib o'taman. Sizlar buni bemalol OpenShopdan ham xarid qilib olsanglar bo'ladi. 71 203 66 60 raqamiga qo'ng'iroq qilib, MetaQuest 3 shlemi deb bemalol xarid qilsangiz bo'ladi yoki o'zingizga yaqin bo'lgan qanaqadir do'konlardan ham ko'ring. Agar topa olmasangiz, bemalol OpenShopdan naqdga yoki muddatli to'lovga xarid qilib olsangiz bo'ladi.